qilib olib berish uslublarini biza tatbiq etganmiz. Ayolimizni hozirgi paytda biza ko'rsatyapmiz. Do'st tepasidan tomir turibdi, ko'ryapsizlarmi? Tuxum titrab turibdi. Hozir ko'rsataman. Mana uzun kolbaska bo'lib tepasida tomir turibdi. Ko'ryapsizlar qanaqa riskovanniy holatlarda biza tuxumlar bilan ishlaymiz. Bu ayolda bor yo'g'i ikkitadan hujayra yetilishi mumkin. Har tarafida, chap taraflarida 3 ta imkoni bergan folikuldan bittagina tuxum hujayra yetilgan ekan. Bu o'sha ayolning salomatligi va defitsit, o'sha yetishmovchiliklari. Mana tepasidagi tomirni hozir men strelka bilan ko'rsatib qo'yaman. Ko'rib turibsizlar, titrab turibdi. Ikkinchi yuvish, embriologlardan quloq solib turibmiz. Hozir ularga suyuqliklarni beryapmiz.